Tasavvur qilib ko'ring, agarda bu dunyodan chivinlarni olib tashlasa nima bo'ladi? Hasharotlar, qushlar, baliqlar asta-sekin qirilishni boshlaydi. Butun ekosistema o'zgarishni boshlaydi. Tabiiy holatki bu insonlarga ta'sir qiladi va populyatsiya kamayishni boshlaydi. Agarda bu dunyodan arilarni olib tashlasa nima bo'ladi? Butun o'simliklar qurib, yengilari chiqmasdan qirilishni boshlaydi. O'simliklar kamaysa esa har xil hayvonlar uni yemagandan keyin ular ham qirilishni boshlaydi. Bizni yeydigan go'shtlarimiz kamagandan keyin asta-sekin insonlar ham populyatsiyasi kamayishni boshlaydi. Tushunyapsizmi? Har bitta hasharot, har bitta hayvonni o'z o'rni bor bu dunyoda. Endi qiziq savol. Agar bu dunyodan insonlarni olib tashlasa nima bo'ladi? Asta-sekinlik bilan havo tozalanadi. Buzilgan o'rmonlar, kesilgan daraxtlar qayta tiklanishni boshlaydi. Daryolar shaffof holatga keladi. Tushunyapsizmi? Yo'q, tushunyapsiz. Bu dunyo biz uchun emas. Tushunolinglar. Biz oyoqqa yetishimiz kerak. O'tda yaxshi va yomon joyga yetishimiz esa amallarimizga bog'liq. Amallaringizni to'g'rilang.